Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasminjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini anglaysizlar. Qashqar. Atdigandal divonga chiqqan Muhammad Haydar Mirzaning saroyda oran bir necha amirning saqlab o'ltirganini ko'rib, bir tilni judini o'rladi. Ularning bergan salomini kayfsizlik bilan elik oldi. Xo'sh, dedi u qo'l bog'lab turgan ishkog'isi Abdusattor bekka zardi bilan qarab. Saroy cho'ldarab qopdi-ku. Janob amirlarning bizga salom bajo keltirishga vaqti yetmay yetibdimi yoki biz saroyga sahar kelib oldikmi? Amrul Umara janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Abdusattor bek. Qabulning vaqti allaqachon o'tib ketdi. Yaqindan beri bir qism amirlar yo'qlimxonaga kechikib kelyotdi. Sababini bizmi bilamidik. Sizlar ishkog'isi turuqliq bilmisizlar, men qandoq bilaman? Dedi Muhammad Haydar Mirza ta'addi bilan. Mirza Abdusattor bek lomjim demay beshini tuvan soldi. Muhammad Haydar Mirzaning birdanla jahli qotgan edi. Nökər begini saqlamay, beg nökərini saqlaydigan qandaq yusunkan bu? Farmonimni yetkizsinlar. Barliq amirlar darhol saroyga jami bo'lg'ay. Qo'polmug'dek yetib qolgan og'riqlarni elib kelishgay. Xo'sh. Abdusattor bey saroydan chiqib ketdi. Alahazal bir osh pishimdan keyin barliq amirlar saroyga taq bo'ldi. Ular odatda chiroydan tabassum yig'ib turadigan siliq sipoya, xushmuomallik Muhammad Haydar Mirzaning chiroyidagi g'azabni ko'rib tashvishga tushgan, shumshib qilishgan edi. Ma'lum bo'lg'ay, hamma amirlar taq bo'ldi, dedi Mirza Abdusattor bek. Muhammad Haydar Mirza qo'l bog'lashqinicha o'ri turgan amirlarga takshi bir qarab etgandan keyin qopqini turgunicha so'z boshladi. Hukumat ishiga susluq qilib, burchini unutish, saltanat yo'sinlariga e'tiborsiz qarash loyoqatlik amirlarning fazilati emas. Shul topda har biringlardan salomga kechikkanlarni surishtirsam, cho'qim bir tog'ardan sabab ko'rsatib berishsizlar. Bo'pti, buni surishtirmay. Undaq bo'lsa, o'zinglarning yaqin xizmatinglardan ma'lumot beringlar. Saroyning ichini qaytadan jimjitlik bosdi. Amirlar bir-biriga yerning tegidan qarab pushuldab o'tirishadi. Mirza Amin Qulbek, dedi savr taqti to'sqan Muhammad Haydar Mirza jimjitlikni buzib. Sharob ta'siridan qapoqlari ishib ketgan, qizargan ko'zlarida uyqu qaynab turgan 30-35 yoshlar chamisidagi arz divonining amri Mirza Amin Qulbek cho'chib beshini ko'tardi. Labbay. O'tgan bir hafta ichida kelgan arz shikoyatlarning sonidan, ol arz shikoyatlarning bartaraf qilinish ahvolidan, chiqarilgan hukmlarning ijrosida ma'lumot bersinlar. Amrul Umara janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Arz divonining bir haftalik ishlarining bajarilish ahvolini iditlab ko'rishga tex ulgurmagan edim. Qaysi aldirash ishlarga mashg'ul bo'lib, bu ishlarga ulguramidlar janob amir? Muhammad Haydar Mirza Amin Qulbekka mixdek qadaldi. Bu Mirza Amin Qulbek yordam so'rab atrofiga olanglab qaradi. Haqjon, boshqa amirlarmi o'z divon mahkamalarining ishlarini iditlashga ulguramidi-ku deyman. O'riqib ketgan amirlar beshini texmi tuvan selishdi. Qandoq ishlar bilan aldirash yurayotganinglar menga ayon, dedi Muhammad Haydar Mirza afsuslangan holda. Kunlaringlar bazmi barobat bilan o'tyotdi. Kundalik muomala, ra'iyatning ahvoli, har qaysi yurtlardan yig'ib olingan boshchilik, ulpon, ochliq chorva, ularning taqsimlanishi, kelib ketayotgan tujjarlarning mol-mulkidan elinadigan zakot, boj, xazinaga keladigan daromad, har qaysi yurt oqsoqollariga yo'llangan ma'lumot, suyurganlik zimin, vaqt bilanning zakoti, shariat ishlarining bajarilishi, arz shikoyat, kundalik xarajat, kirim chiqim qatorliq muhim hukumat ishlari zinhor xiyolinglarda yo'q. Hatto bugünkidek qabul salom vaqtimi esinglardan ko'tarilib ketgan. Aytinglar
qaranglarchu. Bu ishlarning tafsilotini sizlar bilmasanglar, ma'lum qilmasanglar, men qanday xabar topaman? Janob davlat bana xon oliylari qanday ma'lumot yo'llay olayman? Xon oliylari bizga cheksiz ishinib, qilgan xizmatlarimizga yuqori maosh ta'minot belgilab, manglar suyarni topshirgan emasmidi? Susluq qilgan gunoh bizdan o'tibdi, dedi jazo divonining amri Mirza Qosim Do'g'lat ehtiyotchanlik bilan so'z elib. Amrul Umara janoblarining kengchilik qilishini so'raymiz. Susluq qilish demdilar texi. Muhammad Haydar Mirza das o'rnidan turib ketdi. Qilmishinglarni pardozlashga ajab ustahasizlar. Buni susluq qilish emas, ishning huddisidan chiqmaslik deymiz. Men sizlarga kengchilik qilsam, menga kim kengchilik qiladi? Xon oliylar yiroqda, buni bilmaydi deysizlar qachon? O'ylab baqdinglarmi? Janobi qibligahimizning bizga qilgan cheksiz ishonchiga yuz kelaldinglarmi? U birpas turib elib so'zini davom qildi. Bo'pti. Gunohinglarni bo'yninglarga elishni xohlamasanglar, men bo'ynimga olay. Manglay suyarning bosh amiri bo'lib turibliq, qo'lastim bilan yaxshi boshqarammaganligim uchun avval o'zim jazolanay. Mirg'azatbek! Labbay! dedi Mirg'azatbek oldiga bir qadam chiqib. Menga 50 darra urush jazosi ijro qilsinlar. Amirlar cho'chib beshini ko'tarishdi. Bir-biriga huduqib qarashdi. Ular Muhammad Haydar Mirza o'zini jazolatib bo'lgandan keyin ondan o'zlarini jazolash niyatiga kelganligini his qilishgan edi. Bu Mirg'azatbek nima qilishni bilmay taajjub ilkida turib qoldi. Boyadan beri Muhammad Haydar Mirza bilan amirlarning chiroy ifodasini yo'shirin kuzatib turgan Mirza Abubakri to'rdagi amirlik kursidan tushib, darra yeyishni kutib turgan Muhammad Haydar Mirzaning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Amrul Umara janoblaridan gunohimni tilayman. Bizlar kim istidodsız mulozimlarning mas'uliyatsizligi sababidan janoblari 50 darra bilan jazolanishni ixtiyor qilgan bo'lsa, u chaqda bizga o'limdan boshqa yo'l yo'qdir. Helmo numus xanjarlari yuragimizga ming martam sanchilib bo'ldi. Hazratlarining mehr shafqati cheksizdir. Vujudlaridagi apu darvozasini kangri ichib, himmat shafqatlarini oymag'ayla. Muhammad Haydar Mirzaning g'azabi birdanla pastlab qoldi. Agar boshqa amirlar salo qilgan bo'lsa, qilchilik yuz xatir qilmagan bo'ladi. Ammo marhum aksi Saniz Mirzaning bu o'g'lini bakmi yaxshi ko'radi. Yangisi Oyjamal Og'chining nikohiga olgandan keyin o'ziga o'gay o'g'il bo'lib qolgan Mirza Abubakirning har qanday talabini yermay ro'yiga beqib kelgan edi. Mang'lay suyar lashkari divonining o'rinbosar amiri bo'lib turgan Mirza Abubakri hukumat ishlariga faqat suslik qilmaydi. Muhammad Haydar Mirzani ham ota, ham hukmdor tariqasida hurmat qiladi. Bugunmi salomga atiganda kep bo'lgan edi. Mang'lay suyar amir mahkamasida o'ttir darajalik mansabdor sanaladigan Mirza Abubakrning orig'i tushib, Muhammad Haydar Mirzani tanlikda qo'yishning hojati yo'q edi. Shu tapda uning iltimosini ilik olmasa, bu o'gay o'g'liga yuz xatir qilmagan bo'lib qoladi. Ammo bugun mush fursatdan foydalanib, bir qism bosh-boshdoq amirlarni qattiq cho'chitib qo'yishni ko'ngliga pukkan edi. Chunki bu amirlarning ba'zilari marhum dadasi Saydali Olibning qo'l ostida xizmat qilgan kishilar bo'lib, o'zlarini marhum amir kabirning e'tiborlashiga erishgan imtiyozli mo'tivarlardan hisoblashadi va ayni vaqtdagi to'hfalarni pesh qilib, Muhammad Haydar Mirzadan hurmat tama qilishadi. Mirza Amin Qulbekdek yana bir qism yosh amirlar bo'lsa, shunday peshqadam amirlarning farzandlari edi. Ular dadalarining saltanatga ko'rsatgan to'hfalarni pesh qilib, Muhammad Haydar Mirzadan izzat tama qilishadi. O'zlarini mushundaq bosh-boshdoqlik qilishga, rohat farog'at bilan yashashga haqliq deb qarashadi. Kichkidan tortib qoida-usullik, axloq fazilatlik cho'ng bo'lgan, do'stlikni, sadoqatni, mehr vafoni qadrlaydigan Muhammad Haydar Mirza ta bugungacha ularga yo'l qo'yib kelgan edi. Biroq yaqindan beri Ashu amirlar ustidan kelgan arz shikoyatlar
uni birdinla sagaklashtirdi. U ayg'oqchilarni xufiyona tekshirishga buyurdi. Ayg'oqchilari uningga bu amirlarning hukumat ishida qilchilik odilligining yo'qligini, har qanday ishni bajarishda pora oldiganligini, xiyonat qiladiganligini, yaqinlarini sovg'a taqdim qilganlarni o'z mahkamalarga xizmatga olganligini, avomning bu haqdagi noroziliklarga chidab turg'il bo'lmaydiganligini, eng qo'rqinchlisi o'gay o'g'li Mirzo Abobakrning ular bilan sirliq munosabati, yaqinchiligi borligini yetkazdi. Bu ma'lumotlar uni qattiq cho'chitib etdi. Shuning bilan gumoni markazlashgan amirlarni ostirtdan kuzatdi. Biroq Mirzo Abobakrning gap so'z, yurish-turish, sharakatlaridan gumonga tushliq bir narsa topolmadi. Mirzo Abobakri o'z xizmatini astoydillik bilan bajonidil o'rinlaydi. Cho'ng kichik amirlarning hammasiga o'xshash muomala qiladi, kuyinadi, kibrdan xoli edi. Ammo boshqa amirlarning o'z xizmatlariga sustlik qilishi, saltanat qoida-usullariga e'tiborsiz qarashi, ba'zi barobatlarga berilib ketishi uni bakli g'azablantirdi. Pora ilish, xiyonat qilish, yaqinlarga yon besish ular uchun odatdagi ishga aylanib qolgan edi. Halqiliq paytda Mirzo Abobakrning orig'i tushib, u amirlarga chopon yepishini Muhammad Haydar Mirzo xiyoliga keltirmagan edi. U o'zi jazolanib bo'lgandan keyin shu amirlarni rosa bir darraga besib, bir qanchasining vazifasini qoldirib, hisobotni aniqlab, yiroq yaqindagi amirbaglarni qattiq cho'chitishni ko'ngliga pukkan edi. Aslidan bag'ri yumshoq Muhammad Haydar Mirzo oldida qo'l bog'lab turgan Mirzo Abobakrga bir necha daqiqa qarab turgandan keyin birdanla niyatidan yondi. Uning yuzini qilmasam boshqa amirlarning oldida obro' e'tibor bo'lmaydi. Şol tapdı mana onundan mı yakın, onundan mı ziyade köyündüğün kim var? Belki mening darra azabıga bardashlik beremeslikimden ensirgendi. Öz püştüm bolmasımı, ağamның oğlu. Kerindişim emesmi? Muhammad Haydar Mirzoning xiyol sürüp turib qolganini ko'rib, uning o'gay o'g'lining oldida tanglikli qolganligini his qilgan qutlug' polvon birdan o'ylanib qoldi. Shol taqda Amrul Umara janoblari rostdan ishga tayin bo'lib qoldi. O'gay o'g'li bo'lmish Mirzo Abobakrning yuzini oyab atamdiganda yoki munuddatsiz Mirzo Amin Qulbekni jazolasa, marhum sarkard Olchinbekning ruhini qo'rindirib qo'yishdan ansirab atamdiganda. Demismi marhum Olchinbek Cennet Makan Seyyid Ali Olib Hazretlerining emas, Ulusbek Xudoydat Hazretlerining ishonchiga erishgan. Saltanatga sadoqatmalik bilan xizmat qilgan to'pkor amirlarni edi. Lekin Mono Mirzo Amin Qulbek o Cennet Makan otisini faqatli doğramadi. Amrul Umara janoblari Mirzo Abobakr bilan Mirzo Amin Qulbekning yaqin birodarlarini ekanligini, bir-biriga manfaat yetkazganligini, Mirzo Amin Qulbekning Mirzo Abobakrning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilganligini bilmiz kerak. Turqidan qaraganda farmonidan yeni vag'iz va'da qiladi. Lekin yuz chidamayotdi. Boshqalarning farmonini tutam yo'q deb masxir qilishdan ansirayotdi. Bo'pti. Uni bu tanglikdan men qutuldim. Men orqa tushib saloq qilsam, boshqalar uni o'gay o'g'lining royiq vaqtida fitna qilolmaydi. Amrul Umara janoblari marhamatlikdir. Deydi qutlug' polvon oldiga bir qadam chiqib. Shafqat qilg'aylar. Jazodan nasihatni a'lo bilgaylar. Qutlug' polvon Manglay Suyer lashkari divonining bosh amiri edi. Muhammad Haydar Mirzo marhum aksi Soniz Mirzoning bu sadoqatman mahrimini bakmi hurmatlaydi. Shunga vujudidagi g'azab to'liq tarqab, lossida bo'shab ketdi. Navoda hazratlari paylilaridan yonmuslar, o'zlariga buyurgan jazo darrisi kamina navkarlarga hisob bo'lsin. Dedi Mirzo Abobakri Muhammad Haydar Mirzoning bo'shab qolganini his qilib. Hazratlarining o'rnida 50 emas, 500 darra yeyishga roziman. Muhammad Haydar Mirzoning yuragi shurrida erib ketdi. Berib Mirzo Abobakrni quchoqlab olishdan o'zini aran tutib oldi. Bunda qilsa qandoq bo'ladi o'g'lim? Dedi qattiq hayajonlangan Muhammad Haydar Mirzo uni mehri bilan o'g'lim deb atab. Sizlarning jazolangudek gunohlari yo'q.
Gepining ta'sir qilganligini his qilgan Mirza Abu Bakr yolg'ondan johillik qildi. Sizlarning gunohlari yo'qdir. Hazratlarining darriga besilganini ko'rib turish biz uchun eng dahshatli jazodir. Mehr shafqat qilib paylalardan yong'ayli. Bo'pti. Mirza Qutlug' Polvon bilan Abu Bakr Mirzaning salosini qabul qilay. Amrul Umara janoblarining himmatiga tasanno deyishdi, amirlar darhol beshini egishib. Tördeki amirlik kursiga berib o'tirgan Muhammad Haydar Mirza vazmin ohangda so'z boshladi. Haddidan ziyoda g'azablanishning vahima tug'diradiganligi bizga ayon. Vahimadan xoli bo'lish uchun albatta g'azabga o'rin bermaslik kerak. Men mu g'azablanishga xushtar emas. Aslida Mavloy Suyar amir mahkamasidami ochiq darrining borligini bildirib qo'yay degan edi. Lashkariy divonning ul ishki amirining yuzi cho'ng keldi. Ammo bu ishni buninglik bilan bo'ldi qilsam bo'lmas. Muhammad Haydar Mirza qaddini rusladi. Arz divonining amiri Mirza Amin Qulbek, jazo divonining amiri Mirza Qosim Do'g'lat, boshchilik divonining amiri Mirza Husaynbek ismi atalgan 3 amir labbay degenicha bir qadam oldiga chiqib qo'l bog'ladi. Uchunglar ustida avomning arz shikoyatlari bir qadar ko'p. Bu arz shikoyatlarini tahqiqlab bo'g'icha mansublardan forig' bo'lib, o'zinglarni chatkilinglar. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, bizga birovlar tuhmat qilgan o'xshaydi. O'zlari ega bo'lg'aylar. Deyishdi 3 amir tangla. Men mu tuhmat bo'lishini orzu qilaman, dedi Muhammad Haydar Mirza tamkinlik bilan. Qo'saq og'riqning bo'lmasa tovuz yeyishdan qo'rqma deb ekan. Ishonchinglar bo'lsa xotirjam bo'lib tahqiqlashga moslashinglar. Saminglarda bo'lsinki, birmi odamning uvalchilik tatib qilishiga yo'l qo'ymayman. Buyuk saltanatimizning qonuni har kimni qilmishiga yarasha yasoq tortadi. Amirlar lom-jim deyolmadi. Mirza Abu Bakrmu amdi yana salo qilishga petinolmadi. Ish bo'lsa danglar, bo'lmasa qaytinglar, qabul tamom, dedi saroy begi. Amrul Umara janoblar omon bo'lg'aylar. Amirlar salom berib etib saroydan chiqib ketishdi. Bugun Muhammad Haydar Mirzaning ko'ziga o'gay o'g'li Mirza Abu Bakr boshqacha issiq ko'rindi. Gerçi bugün amirlarni jazolab, cho'chitish maqsadiga to'liq yetolmagan bo'lsa, ammo ko'ngli xeyli ozodlashib qolgan edi. Amir lashkar Mirza Qutlug' Polvon keldi. Muhammad Haydar Mirza qo'l bog'lab turgan saroy begiga qaradi. Ijozat. Amirning chaqirtqinini anglab, dakkuduki ilkida saroyga qaytib kirgan Qutlug' Polvon egilib qo'l bog'ladi. Amrul Umara janoblarining qanday farmoni borkin? Boy so'rashni unutib qopdiman. Har qaysi viloyat tumanlar yangidan olgan lashkarlarning ro'yxatini avatdimi? Xotandan boshqa viloyatlarning ro'yxati keldi. Fahmimcha, yangi lashkarlarning soni 2 tumandan oshadigan o'xshaydi. Sizlar atil yo'lga chiqsalar, yangi ilingan lashkarlarni ko'zdan kechirib, chabdas, mahoratlik, yaramliq lashkarlarni tanlab Qashqarga yo'lga solsalar. Xon oliylar yorliq avatib bu ishning surishtisini qilib atadi. Qashqarda yangidan bir tuman xon lashkari jami qilishimiz kerak. Lashkari divonning ishlariga silib qaytib kelguncha Abu Bakr Mirza qaranchiq bo'lib turg'ay. Farmon berdorman, dedi Qutlug' Polvon. Ijozat, yonsinlar. Qutlug' Polvon saroydan asta chiqib ketdi. Shu daqiqada Muhammad Haydar Mirzaning boyiga hayojini besilmagandek qiladi. Abu Bakr Mirza boyi org'a tushib to'g'ri qildi. O'zimni jazolaganni oz deb, boshqalarni jazolatgan, darriga bosgan bo'lardim. Dil azori, xudo bezori debdikan. Darri hech kimga yoqmaydi. Amir lashkar Qutlug' Polvonni dal vaqtida Abu Bakr Mirzani qo'lladi. Dargohimda mushundaq sadoqat bilan amirlar ko'proq bo'lgan bo'lsa deydi. Xon oliylarning har qanday yorliqlarini vajo keltirishdan g'am yemagan bo'lardim, deb o'yladi saroyda yolg'iz qolgan Muhammad Haydar Mirza.
Şundaq, ular arığı düşmegen bolsa, bir g'azabni jazoni ijro qilish majburlagan bo'ladi. U menga yuz xatir qilib, darrini avaylab urg'izsa, ol amirlarning oldida o'zimni jazolatqizgunimning ahamiyati bo'lmaydi. Qattiq urg'izsa, aniqki 50 darrini ko'tarolmaydi. Necha vaqtdan beri Oyjamal og'cha Abu Bakr Mirzani Yorkentning amirligiga tavsiya qilib, beshimni og'ritsa, ancha e'tibor qilmagan ekanman. Aslida uning xeyli burunli Yorkentga amir bo'lg'isi bor edi. Ayni chog'da marhum Sulton Do'st Muhammadxon oliylari yorliq tushirib bermadi. Keyin Sulton Yunusxon oliylariga bu ishni deyishni be'ab ko'rdi. Farzandlarini mansabga tayinlashga oldirab qoldi deb qolmasin dedi. Uningdan keyin xon oliylarimi o'rtada turolmadi. Men Manglay suyar bosh amir bo'lgan bu bir necha yilda uni o'z oldimga Yorkentning amirligiga tayinlay desam, martabasi mos kelmaydi. Saltanat usuli bo'yicha har kim qilgan xizmati, ko'rsatgan to'pisiga asosan paydan-pay yuqori mansabga ko'tarilishi kerak. Biroq mansabini ko'tarish faqat xon oliylarining qo'lidan keladi. Ana endi Abu Bakr Mirza hozirgi martabasi bilan Yorkentning amirligiga tayinlansa tamoman bo'ladi. Shundaq. Xon oliylari mengiz oldida Malayziya tavasidagi barliq amir sarkarlarning mansabini o'stirish, tövallatish imtiyozini menga berib etgan. Abu Bakr Mirzani o'z oldimga o'stirsam tamoman bo'ladi. Lekin hozir u o'gay bo'lsa-mu mening o'g'lim. Uni Yorkentning amirligiga tayinlasam, yilqi bir qism amirlar bizni yaqinlarini mansabga tavsiya qildi, muhim ishlarga qo'ydi deb aybligini bilan o'gay o'g'liga Yorkentning amirligini berdi deb qoyil bo'lmasligi, fitna qilishi mumkin. Eng yaxshisi bu ishni yana xon oliylarga tavsiya qilay. U bu mansabga xon yorligi bilan tayinlansa, texim yaxshi bo'ladi. U chog'da boshqalarga fitna qilolmaydi. Bir qarorga kelgan Muhammad Haydar Mirza Sulton Yunusxonga maktub yozishga kirishdi. Tun kecha G'uva Sham yo'rig'ida yolg'iz o'tirgan Mirza Abu Bakr tagsiz xiyollarga asir bo'lgan edi. Tashlipida tog'am edi. Keyin validamni nikohga ilib, o'gay otam bo'ldi. Shundoq turuqliq, yo tog'liq, yo otiliq shafqatini ko'rsatmadi. Ayni yili Oqsuvdan qechib kelganimda Yorkentga berish muddaimni bildirsam, Sulton Do'st Muhammadxon oliylariga ma'lumot yo'lladim. Yorliq tushmayotdi dedi. Keyin Sulton Do'st Muhammadxon vafot bo'ldi. Sulton Yunusxonni taklif qilib akilib taxtda o'tirg'izdi. Demak, Sulton Yunusxon oliylarining oldida uningdek obro'li odam yo'q. Xon oliylari uning har qanday talabini yermaydi. Xon oliylari marhum otam bilan yaqin o'tib ekan. Mening Yorkentga berish orzuyimni aytgan bo'lsa, hargiz yo'q demaydi. Lekin demadi. Qarmoqqa mendan otiliq, qarindoshlik mehrini oyog'anda qilmaydi-yu. Lekin orzuyimni qondirishga ko'ngilishmaydi. Anamga xon oliylari saltanatni qo'lga olgandan beri o'rdada tuzuk turolmadi. Shunga deyishga fursat bo'lmadi deb sabab ko'rsatganmi bo'ldi. Sabab ko'rsatganmi bo'lsin, lekin hozir Malayziyaning bosh amiri. Malayziya tavasidagi har qanday viloyat oymoqning amirlarini mansabidan qoldirish, yangidan mansabga tayinlash imtiyozi bor. Xon oliylari uning bu katta imtiyoz huquqini bergan edi. Mana Lashkariy divonning o'rinbosari amir bo'lib turganimga 3 yildan oshdi. Amir Lashkar Qutlug' polvon izzitimni qilgani bilan muhim ishlarning hammasini o'zi bir qo'lliq bajardi. Menga qolgani noyat shu yangidan lashkar ilish, mashqlantirish, qo'limda tuvan darajalik amirlarchilik huquq yo'q. Mirza Amin Qulbeklar meni kunlarning birida o'gay otasining martabasiga varislik qiladi deb xushamat qilishdi. Buyruqimga bo'ysunmadi. Gapimni yirmaydi. Uning menga Yorkentning amirlik martabasini bergisi yo'qmi ya? Validammi bu arzuyimni unga bildirgili xeyli vaqt bo'ldi. Lekin nima ishqa jim turib oladi?
Men Yarkentga emir bolsam, onun mərtəbəsi təsir etməydi o. Əslində o Yarkent mening atım rasımınım. Yalğız Yarkentlə emas, bütkül Malay Süyer bizning atım rasımınımızdır. Bu təsərrüfə onca pasıvalıq qılsam, heç kim falan bugün deyəməydi. Mirza Abubakri kallasida tuyuqsiz paydo bo'lgan bu xiyoldan xudiksirab atrofga qaradi. Hashamatlik bezalgan bu katta saroyda o'zining yolg'iz o'ltirganini his qilib, biroz xotirjam bo'ldi. Nemanchi cho'chimana? Hech kim onasidan tug'ilibli xon sulton bo'lgan emas-ku. Xon sultonlarning avlodlar hukmdor pasbon bo'lsin deydigan tuzuk yo'q-ku. Büyük Cahangir Emir Dümür sahip Kur'an'ı hazretlerimi kiçikkin bir yurt aksakılının oğlu ekenmiş bu. Keyin Mavara Ünnehir, Khurasan, Fergani Vadisi'dek Kengri ziminin hükümdarı boluptu. Ahırkı hesapta hiç kim onunla gın kılalmay, saltanatını itiraf kılışkı mecbur boluptu. Saltanatını itiraf kılışkı mecbur boluptu. Hatta onun nevrisi bolmuş Mirza Ulug'bek alileri Qashqarni bir mezgil tasarrufiga ilib olgan ekan. Balkim xon sulton bo'lish mening va peshonamga bitilgandir. Nemishqa ul katta martabaga yetish uchun tirishchanlik ko'rsatmagandimi? Hamda o'gay otamning og'ziga qarab o'ltiravermay. Sulton Yunusxon oliylar Iroqda, Malay Süyer divonidagi amir sarkarlarning ko'pinchisi o'gay otamni emas, meni himoya qiladi. Bugungi ishlardan qaraganda, yiliq amirlar bilan bo'lgan munosabatini sezib olgan o'xshaydi. Ashu 3 amirni mansabdan qoldirdi deganlik, ularning qanot quyruqini qirqibatdi deganlik. Elim yaxshi, bugun uningmi yiliq amirlarning ishonchiga qayta erishib oldim. Umu boshqa amirlarning darridan qutulib qolganlik uchun mendan minnatdor. Amir Lashkar Qutlug' Bahodirni har qaysi viloyatlar olgan yangi lashkarlarni ko'zdan kechirishga buyuribdi. Bu men uchun tepilg'isiz yaxshi fursat. Avval Yarkentni qo'limga kirgizishga harakat qilay. Qoldi ishlarni ondan bir taraf qilarman. Ajab bu amirlar kechikib ketdi-ku. Yoki atigan saroyda ul o'gay otamning qilgan gaplaridan cho'chib qoldimi ya? Undaq bo'lsa xufiyani ko'rish taklifimga ma'qullik bildirmas bo'g'aydi. Balkim ehtiyot qilgandir. Men bundan keyin texim ehtiyot qilay. Uni bo'sh chaqlamasam bo'g'adak. Mirza Amin Qulbeklarning ishini bilmagan bo'lsa, mansibidan qoldirib yurmasdi. Mirza Abubakri xiyollarini yig'ishtirib taqatsizlik bilan ishga qaradi. U dastlabda lashkariy divanning o'rinbosarlik martabasiga qanoat qilgan edi. Keyin cho'ngroq bir ish tavritish uchun cho'qim muqim bir viloyatni tutib turmasa bo'lmaydiganligini his qildi. Albatta, Qashqarda ish tavritamaydiganligi uningga ayon edi. Muhammad Haydar Mirzaning Qashqarda qo'llovchilari ko'p edi. Mirza Abubakri oxiri Yarkentni tanladi. Chunki Yarkentda dadasi Sanuz Mirza tarbiyalagan o'stirgan amir sarkarlar, yurt beglari bor edi. Ular hali ham uningga sadoqat bildirib turishadi. Assalomu alaykum. Mirza Abubakri vujudini chirmib olgan sherin xiyolini yig'ishtirib, eshikdan kirib kelgan Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dog'lat, Mirza Husaynbek, Mirza Sadrdan Qushchi qatorliq amirlarni xushchiroy kutib oldi. Va alaykum assalom. Qani to'rga o'tisizlar azizlar. Amirzodamni saqlatib qo'ydik. Deyishdi amirlar fotiha qilib bo'lgandan keyin. Bugun saroydagi voqea bizni ehtiyotchan qilib qo'ydi, dedi Mirza Amin Qulbek. Janob o'gay otam xeyli sagaklashib qolgandek qiladi, dedi Mirza Abubakri masxirlik talaffuzda. Bundan keyin qattiq ehtiyot qilaylik. Mansabdan ayrildik. Tartışqıdək yerimiz qanmadı, dedi Mirza Qosim Dog'lat achchiq kulib. Amirzodam farmon basimiz tayyor. Mansabları texchi tortishyaptamdilar janob amir.
dedi Mirza Sadriddin Qushchi Mirza Qosim Dog'latning yig'irig'i tegib. Ol e'tiborsiz mansabning tortishqidek yer qolmagan, dedi Mirza Husayn bey. Muhammad Haydar Mirza janoblarga xon oliylar bilan avom ra'yat bo'lsili bo'ldi. Oldida bizdek arzimas amirlarning qilchilik izzati yo'qdir. Bo'ldi, bundaq og'rinishlarni qo'ysinlar, dedi Mirza Abu Bakri hamrohlarini jimlab. Sizlarning mansab martabadan qoldirilguninglar mening mansab martabamdan qolganim bilan o'xshash. Sizlarsiz ol dargohda nima bor menga? Xo'sh, endi qanday qilmoq kerak? Amirlar birpas jimib qolishdi. O'tganda Yorkentni pam bilan qo'lga olg'ili bo'ladigan aqlli bir tadbir o'ylab qo'ydim degan edilar, dedi Mirza Amir Qulbay. Shul tadbirni anglab boqayli. Mirza Abu Bakri javob berishga oldirmay qasddan kalti yutilib qo'ydi. Odatda u ish-sirini bir kimga oldirab bilindirmaydi. Shu topda oldidagi bu hamshiriklarga tamoman ishonsimi, nimishqidu necha vaqtdan beri ko'ngliga pukib kelgan bu tadbirni oldirab og'zidan chiqarg'usi kelmay mo'jimalli javob berdi. Uni tadbir deb ketgilimi bo'lmaydi. Yanıla Janobi Mang'lay shahar amirining farmoniga tayinib Yorkentni qo'limizga olamiz. Mirza Abu Bakrining og'zidan puxta bir tadbirni anglashga taqozo bo'lib turgan amirlar lossida bo'lib qoldi. Ko'nglidagi umidsizlik tuyg'ulari chiroyiga tepib chiqdi. Amrul Umara janoblari undaq farmonni bermasmikin? Ol farmonga umid bog'lamagan tuzuk. Shuncha yildan beri tushmagan farmon u. Bu xuddi sugatdan omad talab qilgandek ish bo'lmasmi, Amirzodam? Mirza Abu Bakri hiylagarlik bilan xirildab kuldi. Vaqti kelganda bilib qolasizlar. Sizlarni oldirash chaqirtishimki maqsad shulki, har qaysimiz o'zimizning hozirliklarini puxtalaylik. Janob uch amir mansablardan qolganlar bilan ilklarda necha yuzdan xos navkar bor. Ularning orasidan yaramliq, ishonchliklarini dil xohlab, taq bo'lib turishqaylar. Mirza Sadriddin Qushchi lashkargohdan sarxil 3000 lashkar dil xohlasin. Oran 3000 lashkar dil xohlaymizmi? So'rdi Sadriddin Qushchi. Amir lashkar Qutlug' polvon at safarga jo'nasa, lashkariy divonda silning farmonlarini yurg'idek odam qolmaydi. Shunga ko'proq eg'izga erishilmasinlar, dedi Mirza Abu Bakri qopqinib turib. Lashkargohda 3000 yangi lashkar bor. Biz shahardan oshsanda lashkar elib chiqa olamiz. Buning uchun texi Janobi Mang'lay shahar amiridan yangi lashkarlarni mashqlantirish ijozatnomasi olishimiz kerak. Tadonlik qildik deb chandırib qo'ysak cho'ng ishqa daxli yetadi. Muddaim aniq bo'lgandi. Aniq bo'ldi, dedi Mirza Sadriddin Qushchi. Vaqti kelganda oldiroq sonliq qilib, ul yormas yangi lashkarlarni olib chiqmislar yana. 3000 lashkarni xon lashkarlari orasidan dil xohlasizlar. Ishlarni chandırmay puxta qilg'aylar. Tengirqab turgan amirlarning chiroyiga palladi kulki yugurdi. Ular Mirza Abu Bakrining maqsadini tushungan edi. Otni Oylaxonga, yo'lni Sarixonga qildikanmiz-da, dedi Mirza Amin Qulbek. 3000 lashkar bilan Yorkent shahrini olmoq tezki to'xtarmikin? dedi Mirza Qosim Dog'lat. Shunga silini har doim kolla ishlasizlar deyman emasmi, janob amir? dedi Mirza Abu Bakri takabburlik bilan so'zlab. Mayli nada bo'layli, qo'limizda oz to'la lashkar bo'lmasa bo'lmaydi. Hammalari og'izlariga yezi bo'lishdilar. Bu ishni og'chilardan misr tutishqaylar. Navod og'izlaridan baloga qilishdilar. Men hargiz ega bo'lamayman. Bugun saroyda org'a tushkunim bilan ati tushalmaslikim. Hatto har birlaridan tenib, ul janob o'gay otamning har qanday hukmini o'z qo'lim bilan ijro qilishim mumkin. Xotirjam bo'lsizlar, farmonlarini jon dilimiz bilan o'rinlaymiz, dedi Mirza Sadriddin Qushchi. Amisi shundoq bo'lsin, dedi Mirza Abu Bakri suhbat tamom deganini qilib. Yo'lda ehtiyot qilib yenishqaylar. Ko'ch-ko'ylarda Amrul Umaraning paylos qupiyalari bor.
Әмірлі Мырза Абабәкір білән хошлышып, бір-бірләп чықып кетішті. Yolg'iz qolgan Mirza Ababakri Yorkentni Pam bilan elish haqidagi tadbiri ustida qayta bosh qatirishga kirishdi. Oq qog'ozga beg otalarning muhrini bostirish nimaga shuncha zarur bo'lib qoldi, Amirzodam? Ajablangan holda so'radi Oyjamol Og'cha. Sababini so'rmislar, dedi Mirza Ababakri onasining ko'ziga mixdek tikilib. Muhrini bostirib berishni bilsizlar bo'ldi. Oyjamol Og'cha maxsus yorliq, farmon, aloqa yozishda ishlatiladigan, cho'risiga chiroyli naqsh chiqarilgan sutrang qog'ozni qo'liga olib, yana surib qo'ydi. Oldida o'rib turgan o'g'lining chiroyidan yelinish emas, qat'iylik chiqib turadi. Kichik o'g'li Umar Mirzaning aksicha, cho'ng o'g'li Mirza Ababakri uning qasriga kamdan kam keladi. Uni seg'inib, biror vaqt tomoqni birga yeyishni ko'ngli totib qolganda, zo'r umid bilan choparman avatadi. Ammo Mirza Ababakri ko'pincha vaqtlarda yo'qolan bahonalarni ko'rsatib, kagili unamaydi. Kelgan taqdirdami uzun o'tirmaydi. Onasidan rasmiyat yuzasidan ahvol so'rab qo'yib, ketishga oldiraydi. U o'g'lining bu odatiga ko'nib ketgan edi. U o'g'lining oldida o'zini gunohkor hisoblaydi. O'z vaqtida aldiraqsonlik qilib Sulton Do'st Muhammadxon oliylarga tegmisdan bo'pti ekan. Uningga tegib nima xovliq ko'rdim. Hech bo'lmaganda xonislik martabasiga erishilgan bo'lsam koshki. Marhum murabbim Soniz Mirzdan miros qolgan nurg'un xazindan ayrilganimni oz deb, Yorkent shahridanmi ayrildim. Osh vaqtda ko'nglimning kayni kirmagan bo'lsam, cho'ng o'g'lim Mirza Ababakri allaqachon Yorkentning amiri bo'lib qoladi ekan. U shuningga batmaydi. Dadamdan qolgan zaminni qo'ldan berib qo'yding deb ranjiydi. Deb o'zini o'zi ayblaydi Oyjamol Og'cha. U Muhammad Haydar Mirzaning nikohiga o'tgandan keyin Mirza Ababakriga Yorkentning amirlik mansibini ep berish uchun izchil tirishchanlik ko'rsatib keldi. Arqan ikki o'g'il tug'ib berganlik uchun Muhammad Haydar Mirzaning e'tiborlashiga erishgan, har qanday talablarni o'rinlatqizib kelgan bo'lsa-mu, lekin mush ish kelganda nima uchundir Muhammad Haydar Mirza ma'qul deb qo'yib javobini bermagan edi. U Mirza Ababakrini xush qilish uchun har qanday ishni qilishdan yanmaydi. Bugun o'g'lining tuyuqsiz izlab kelishi uni tasvirliksiz xushal qilib etgan edi. Nihoyatim afsuski, o'g'lining ko'rishmayla oq qog'ozga o'gay otasining muhrini bostirib berishni talab qilishi birdamlik xushallikni to'zg'aqdek to'zitib etdi. U meni seg'inib, ko'gis kelib yo'qlab kelmabdi. Uningga kerki hazratimning muhri ekan. Mola sher amirning muhri kichik bolaning o'yinchiq emas. Huquqning, kuch-qudratning nishonasi. O'ylashmayla muhrini bostirib berganim bilan olmadis bir ish terib qo'ysa, o'disdan chiqmoq tez. Yaxshi ish bo'lsa, nimishqa o'z berib demaydi. Hazratim uni o'g'lidek ko'rdi. Aytib olaydi. Tex qaysi kuni ta'rifini qilib holiqanmadi. Muhammad Haydar Mirzadan bo'lgan ikkinchi o'g'lini tuqqandan keyin samirishga boshlagan Oyjamol Og'cha oldida javob kutib turgan o'g'liga nima deyishini bilolmay, qo'sh oltin uzuk selingan semiz barmoqlarini to'xtamay ish qilaydi. Qaysi kuni otalari silidan bekli rozi bo'pti. Xon oliylarga ma'lumot yo'llabdi. Amirzodamni Yorkentning amirligiga mening tayinliginimdan bevosita xon yorligi bilan tayinlangan yaxshi. U chaqda boshqa amirlar kaynimdan g'ayvat qilolmaydi deydi. Mirza Ababakri bundaq so'zlarni onasidan ko'p anglagan edi. Shunga hozir bu va'dalarning o'z bilan qilchilik aloqasi yo'qdek e'lon qilib ketmadi. Bilishimcha, ayni vaqtda marhum Sulton Do'st Muhammadxon oliylarimi sizlarga shunday va'da bergan-ku deyman. Oyjamol Og'chaning yuzi villada qizardi. U har qanday odamning yuzidan yuziga Sulton Do'st Muhammadxonning ismini tilga ilishini faqat yoqtirmaydi. O'g'li bilib turib yuragidagi jarohatni rahimsizlik bilan tatilayotdi. Texi bu so'zlardan kuchlik ta'na
masxara bor edi. Tikanning ustiga o'tirgandek tuyg'uga kelib qolgan Oyjamal Og'acha hasratini ichiga yutib, lam-jim demidi. Janobi Mollay Suyar amrining muhrini bostirib berish sizlar uchun tas emas. Dedi Mirza Abobakri onasining chiroyiga parvosiz qarab. Bu ish qo'llaridan tamoman keladi. Oyjamal Og'acha o'g'liga loppida bir qarab etib, yana beshini tuvan soldi. O'g'u shundoq. Lekin so'rab qolsa nima deyman? İşençilik bir sebep gösteriş gerekti o hakikaten. Sebep göstermen de kıyınılıp geçişlerinin haceti yok. Mühürünü tuydurmay bir sıvaslı oldu. Kupiyanı iş kıl demekçi mi? Bilip durup yani nemegi soraydılar. Kupiyanı iş kılış lazım olması özüm aldığı barattım. Lekin bu kupiyanı işini fakat sılı vücutku çıkıralaydılar. Oyjamal Og'achaning ko'z oldiga Muhammad Haydar Mirzning qoshtishi muhri silingan naqshlik chiroyli ko'n qop keldi. Mirza bu qopni faqat yenidan ayirmaydi. Oyjamal Og'achaning harimiga qo'nib qolg'ili kelgan vaqtlarda har doim yostiqining tegiga bostirib qo'yishni esidan chiqarmaydi. Shuncha yil bo'pti, silini qilchilik tanglikda qo'yib boqmadim. Dedi Mirza Abobakri talabbuzni biroz yumishdi. Merhum cennet makan atamdan ayrılıp qolgandan buyon har qachon japoyimni tortib, g'imimni yeganlari rost. Sizlarga ko'p talablarni qo'ydik. Talablarimiz javobsiz qolsa, ko'nglimizga olmadik. Endi bu qitim yordamlarni ayımısılar. Bu o'g'illarning keyingi istiqboliga munosabatli cho'ng ish. Keyin bilib qoladilar. Xotirjam bo'lsizlar. Bu ish sababli sizlarni qilchilik avarchilikqa yo'liqtirmayman. Haqiqatan silimi kamini o'g'illarining o'z istiqbolini tepishini, katta martaba egasi bo'lishni orzu qiladigu deyman. Oyjamal Og'achaning onalik mehri qo'zg'aldi. Oyjamal Og'achaning yuragi shurrida erib ketdi. Oyjamal Og'achaning ko'ziga mo'llida yosh keldi. U qat'iy niyatga kelgan edi. O'g'li uchun har qanday xatarga tavakkul qilishga bel bog'lagan edi. Agar o'shunday niyatlari bo'lsa, urinib ko'ray. Mirza Abobakrining chiroyiga pallada kulki yugurdi. Rahmat sizlarga. Bu ishning uddasidan cho'qim chiqalaylar. Xush xabarlarni kutaman. Imkon bor tezroq tutkizgaylar. Ana miyangizga tamshalgan o'g'lini to'xtatib oldi. Ketishga oldirmasizlar. Ana bola bir dasturxonda o'tirib g'azallamag'ili uzun bo'pti. Billa tamoq yeyli. Oldilarda xijilman. Sultabda raja keltiradigan zarur ishlarim turibdi. Keyinchi ozod o'tirib billa g'azallanamiz. Xo'sh, amon bo'lsizlar. Mirza Abobakri shundoq degunicha gus-gus dastlab chiqib ketdi. Oyjamal Og'acha beshi to'risqa taqashqudek bo'yliq o'g'lining suvaldan terakdek gavdasiga ko'zi qiymagan holda qarab qoldi. Bo'y bastidan tortib meng'ishlarigacha marhum dadasiga ajab o'xshab qoldi. Qo'y paylim o'xshab qolgan bo'lsa-chi kashki. Xudoyim umrini o'xshatmasin. Muhammad Haydar Mirzning og'achisi Malika Davlat Nigor xonim necha yildan beri og'ir kasal sababidan o'rin tutib yetib qolgan edi. Orqa-marqa ikki o'g'il tug'ib berib, Mirzning biroqli e'tiborisiga erishgan Oyjamal Og'acha nomda kichik xotin bo'lgan bilan allaqachon haramni boshqarish huquqini qo'liga ilib ulgurgan edi. Muhammad Haydar Mirzmi uningga cho'ng og'acha qatorida muomala qiladi. Öz vaqtida Sultan Do'stmuhammad xonni o'ziga qartish uchun nurg'un nozli rasmlarni o'rgangan Oyjamal Og'achaning eli mekri to'la edi. Shunga u Muhammad Haydar Mirzning yeshi o'zidan kichik ham chiroyli to'qallaridan ancha voyim yeb ketmaydi. Bir amallarni qilib uni o'zining qasridan chiqarmaydi. Navoda Muhammad Haydar Mirza yosh to'qallarining qishida bir ikki kun ortiqroq turib qolsa, uning yurak parisi bo'lgan ikki o'g'lini ishqa soladi. Olgun çiçeklerinin çırağı boğan bilen mening qo'limda ikki angushtar bor.
Deydi Ayjamal ağca pəxirləngan halda və iki oğlunu heç yerə bağızmay, 2 gün yenində tutub durvazsa, Muhammed Heydər Mirza şu haman yugurub keletdi. Bir həftədən beri Muhammed Heydər Mirza onun hərmiga dəstəb qoymağan idi. Kenizəklərdən onun toqallarının hərmida tünəvatqanlıqdan xəbər tepib, yürüki rəşk otada küyüb atatdı. Əcəb müşküllərdə olğun çiçəklərinin hərmidən çıxamaydıgan bob getdi deysə, yoki ular Hazratimga soğudluq qilib o'qitib oldim ekan. Abu Bakr Mirzaga va'da bergan ishni bajarish uchunmi bo'lsa, bugun oqshom Hazratimni qasrimga keltiray. U bir pas xiyol surib olgandan keyin xizmatkor ayolni chaqirtdi. Ishki amirzodani darhol chaqirtib kelsin. Cho'ng amirzodamning qasrga xabar yetkazishdan hayiqid ekanmiz. Umar Mirza yilg'ich kelib qolurmi ekan? Ularni demidim, dedi Ayjamal ağca qapqini turib. Muhammad Hüseyin Mirza bilan Said Muhammad Mirzani da'vatdir. Xizmatkor ayol xijillik bilan beshini egdi. Ma'qul, hozirli baray. Aniq yetkizsizlar. Atganlarga ozodlik berib, 2 kun yenimda turg'ay. Xo'sh. Xizmatkor ayol chiqib ketgandan keyin Ayjamal ağca yo'g'on tiklimi tosh aynakning oldiga kelib, chiroyiga qarag'inicha ulug' kichik tindi. Amirzodlarni cho'ng bo'p qag'ila turdi. Ulardan ne vaqtgacha foydalanamankin tang. Navoda ulg'un chichaklarning biror o'g'il tug'ib qolsa, Hazratim bu qasrga oylab dastlab qo'ymasligim mumkin. Abu Bakr Mirza möhür besilgan qog'ozni nimaga ishlatadigandı? Biror yomon oqibat qolmasa bo'ladi-ku. Mayli-la, menda rozi bo'ladigan ish bo'lsa, deginini qilib beray. Ahli o'sha joyda odam bo'ldi. Qilgan ishning bosh oxirini kengash kuchiligi bor. Yomon ish qilmas. Yaratgan egam o'z panohida saqla. Anası orqali o'gay otasining möhri besilgan oq qog'ozni kuchimayli qo'lga tushirgan Mirza Abu Bakr Malayziyaning bosh amiri Muhammad Haydar Mirzaning nomida tujublab farmon yozdi. Bu ishlarni bitkazishga faqat 3 kunlik vaqt ketdi. Amrul Umara hazratlari ijozat bersa shikorga chiqib kelsam, dedi u qo'l bog'lab turib. Amirzodamning turmuz issiqda ichib pishib qopti-da, dedi Muhammad Haydar Mirza. Shaharning tinch havosida qiynalib o'tirgandan ko'ra, sahroda erkin ozod otchab turib yurgan rohat. Bu aql ajab mening yodimga kelmabdi. Shikorga birga chiqayli. Bog'da soydab yetib men zerikdim. Mirza Abu Bakr Muhammad Haydar Mirzaning bundoq javob berishini xiyollig'im keltirmagan edi. Shunga damalliqqa nim deyishni bilolmay o'duqdi. Ammo tezli esini yig'ib oldi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, kamillari bu martam barobat shikoriga emas, riyozat shikoriga chiqmoqchi. Shunga jafoda qolurlimiki? Barobat shikori ko'ngil ichish uchun qilinadigan shikor. Riyozat shikori lashkarlarni jang mahorati bilan tarbiyalaydigan shikor. Hozirgi harbiy manverga o'xshash, debdi izohatda. Mirza Abu Bakrning oldirab ko'rsatgan bahonasi darhol unumini ko'rsatdi. Riyozat shikoriga chiqmoqchi edisizlar, dedi Muhammad Haydar Mirza loschida bo'lib. To'mizni mashqlantirsizlar, lashkarlarga issiq o'tib qolmasmi? Mirza Abu Bakr oldirab tushuntirishga kirishdi. Hazratimning esida bo'lsa kerak, lashkariy divon yangidan qabul qilgan 3000 lashkarga necha oydan beri yakka mahorat o'rgatib keldi. Sap tuzish, chavandozlik, dala yurishiga moslashish qatorliq o'pchi mahoratga texi xam. Olimadiz biray yurishga chiqib qolsak, jangga moslashamay qo'shinning jasoratiga ta'sir yetkazadi. Shunlashqa mushundaq tomizda ularni rosa bir chiniqtiraymikin deyman. Amir lashkar qutlug' polvonmi buni alohida topilgan edi. Mirza Abu Bakrning ko'rsatgan sabablari yo'lliq edi. Odatda lashkariy divon tinish sharoitda lashkarlarni pat-pat shikorga ochqib, jang mahoratini mashq qildiradi. Bu lashkariy divonning normal xizmat tartibi edi.
Bir neçə yıldan beri birər qitim lashkar boshlab jangga chiqib boqmagan Muhammad Haydar Mirza lashkariy divanning ishlarini lashkariy mashq, yangidan lashkar qabul qilish, qurol yarog, lashkariy oziq-tulik g'amlash degandek ishlarni lashkariy divanning amirlarining ixtiyoriga topshirib bergan edi. Ondaq bo'lsa, oziq-tuliklarni ko'proq elib olsa, lashkarlar avom ra'iyatning mol-mulkiga zarar yetkazadigan, ularni vasvasasiga soladigan ishlar bo'lib qolmasin. İmkon bor mahalla qishloqlardan yiroqroq jangallarda mashqlandirsinlar. Farmonbardorman. Muhammad Haydar Mirza uningdan qanchalik lashkar oldiganligini, qancha kun mashq qilmoqchi bo'lganligini so'rabmi qo'ymadi. Osonli ijozat elib olgan Mirza Abobakri Sarkarda Mirza Sadrdan qushchi. Abobakri Sarkarda Mirza Sadrdan qushchi tanlab taq qilib turgan 3000 otliq lashkar bilan Mirza Amin Qulbek qatorliq 3 amirni elib Qashqar shahridan pam bilan chiqib oldi-da, Udul Yorkentga qarab chaqmoq tezligida yurib ketdi. O'zini qafasdan qutulgan qushdek erkin ozodi his qilgan Mirza Abobakri yo'l bo'yi faqatla to'xtamadi. Yangsar amirining gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun Yangsar qal'asidan kechida oylanib o'tib ketdi. Yorkentga oldin chaparmay mang'izib. Bunda qilganda Yorkent amiriga o'zining hukumat ishi bilan kelganligini bildirib qo'yg'ili hamda uning dargumanda bo'lib qolishidan saqlanqili bo'ladi. Saxta farmon elib mangan Mirza Abobakri duch kelish ehtimoli bo'lgan har bir yo'lchiqni pam bilan etib atadi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.